qo'shdikmi? Bunusini ham qo'shdik-ku. Muhammad Amin, nima qilyapsan o'g'lim? Oho, siz ham oldini gilos qo'yayotgansiz-ku. Endi nima bo'ladi? Hozir nima deb o'rgatdim? Yarim oy. Mana shunaqa qiling, boshqatdan yozing, hozir yuragim to'xtab qoladi. Yarim oy oyni to'ldiramiz. Yo Rabbiy. Oldi raqamining birinchi elementi yarim oy. Yarim oy qoracha. Xo'p, bu qaysi hayvon, Muhammad Amin? Kenguru? Yo'q, bu kenguru emas, buni ismi koala deyiladi. Ha, koala hayvoni bo'ladi. Xuddi ayiqlarga o'xshab ketadi. Xo'p, mana shu rasmga qarab menga masala tuz bering, o'g'lim. Xo'p, jami nechta koala bor ekan? 6 ta koala bor ekan. 6 ta koala bor ekan. Xo'p, aytingchi, ulardan nechtasi eng yuqori shoxga chiqib ketdi? 3tasimi yoki bittasimi? Eng yuqori shoxga chiqib ketdi nechtasi? Bittasi. Xo'p, menga endi shu so'zlarni qatnashtirib misol tuz bera olasizmi? Jami nechta koala bor ekan? 6 ta. Muhammad Amin, nima qilyapsan o'g'lim? Oho, siz ham oldini gilos qilib qo'yayotgansiz-ku. Endi nima bo'ladi? Hozir nima deb o'rgatdim? Yarim oy. Mana shunaqa qiling, boshqatdan yozing, hozir yuragim to'xtab qoladi. Yarim oy oyni to'ldiramiz. Yo Rabbiy. Oho, oltin, qarang. Unisi nimasi? Oyni to'ldiramiz bo'ldi. Ana barakalla. Xo'p, bittasi yuqori shoxga chiqib ketgan bo'lsa, qo'shuv belgisi qo'yamizmi, ayruv belgisimi, Muhammad Amin? Ayruv, demak, ayruv ishorasini qo'ying bu yerga. Ketayotgani uchun minus ishorasini qo'ying. Nechta? Ha, bitta. Endi teng ishorasini yozamiz. Barakalla. Nechta qoldi koalalar? 5 ta. Barakalla o'g'lim, endi 5 tashlang. Yuragim to'xtab qolishga ozgina qoldi o'g'lim, barakalla. Rasmlarga qarab yana qanday misol tuzish mumkin? 3 qo'shuv 3. Ha, 3 qo'shuv 3 nechi bo'ladi? Darrov matematika chizig'imiz bor tomonga yozingchi. Ha, 3 qo'shuv 3 teng nechi bo'ladi? Ey Rabbiy, siz ham oldi bo'ladi. 1. Barakalla. 5 yozasiz, nima deyapsiz? Keling. Yoza qoling 5. Tayoqcha, qorincha, shapkacha, ach. 3 ga nechi bo'lsa oldi? Barakalla. Soqchon kela qoling. Kela qoling. Hop, 5 ekan. Nechini qo'ysak oldi bo'ladi? Mana 5 olmaymiz bor. Unga nechta qo'ysak oldi bo'ladi? Barakalla. Chiqiramiz bo'lgani. Mustafa yo'q o'g'lim. Unga nechta qo'ysak ku? 3. Bitta qo'shib 5 oldi. 6 ta nechi kerak? 6 dan bekitib qo'yibdi-da. O'chiring, o'chiring. Ha. 4. Nechi qo'yiladi bu? Bitta marojnani yo'q qo'yib, ana 3 ta marojna beryapti-da. Sizda 4 ta marojna bor edi. Qo'lingizda to'g'ri ko'rsatingchi, barmoqlaringizda to'g'ri ko'rsating. Bu nechi? Ha, 4. Aytingchi, sizga 6 ta marojna bo'lishi uchun marojna yaxshi ko'rasanmi? 6 ta bo'lish uchun. Senga nechta marojna berishim kerak? Mana 1 sana. 4 ta marojnang bor. 5 ta marojna bersan, senda 6 ta bo'ladi. 1, 2, 3, 4. Mana o'zingda 4 ta bor. Qo'shdik. Mana nechta bo'ldi? Bitta qo'shganimizda. 5 ta bo'ldi. Bir dona qo'shdik. Endi yana bitta qo'shaylik. Xo'p, nechta qo'shdik shunda? Bitta qo'shdikmi? Bunusini ham qo'shdik-ku. Nechta qo'shamiz? 2 ta. Senda nechta bor edi? 6. Nechta bor senda? Men senga nechta berdim? Endi senda nechta bo'ldi? Nechi bo'ldi? Demak, mana bu joyga nechi yozar ekanmiz? Nechi yozar ekanmiz? Qo'y yuragim. Nechta berdim senga? Hozir chekkini. Bu nechi?